Bunisichi umuman oshib tushdi. 3-2 sotuli joyga o'rtoqlar ham basseyn, ham sauna, ham fontan, ham yozgi oshxona, 7 ta xona, 5 ta sanuzel ham quradimi o'rtoqlar? Shuncha xona, shuncha sharoit nimaga kerak ekan? Bu uyga qilingan sharoitlarni ko'rib to'g'risi hayron qoldim. Qaranglar, oshxonani, mebellarni yaltillab yotibdi. Bu yoqda hol qismlari ham qilingan, zinalarga, podvalga va ikkinchi qavatga chiqish uchun sharoitlar qilingan. Bu yoqda umumiy sanuzellarimiz va birinchi qavatimizda mana shunaqa chiroyli mehmonxonamiz ham qilingan ekan. Orqa hovlisini ham kattaroq razmerga ega qilishdi. Bemalol yoqqa ham chiqib choy ichib o'tirishga sharoitlari bor. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi bor, o'zining ichida sanuzellarga ega. Otaxon, onaxonlarimizga mana shu xonadan joy qilib bersa bo'ladi. Yunusobod tumani Islomobodda joylashgan bu xonadonimizning podval qismiga tushganimizda umuman boshqa atmosferaga tushib qolasiz. Kotelni xonasi bu yoqda joylashgan va fontanli basseynlariga ega. Qaranglar o'rtoqlar, dachaga chiqishingiz shart emas. O'zining mana shunaqa finskiy saunalari, sharoitlari, bochkalarigacha qilingan ekan. Havas qilganlar bormi? Oila a'zolarim bilan, qarindosh urug'larim bilan mazza qilib pastga tushib podvalda dam olishga nima yetsin? Yaxshi niyatda bitta like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda katta hol joylashgan, televizorning zonalari bor va qator 4 ta xonamiz qilingan. Birinchi xonamizda oldi hovliga qaragan oynalari bor. Buni yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi xonamiz, buni balkon qismlari ham qilingan ekan. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, sharoitlariga necha birdan 5 gacha baho berib, bu yoqda umumiy sanuzellarimiz ham qilingan. Ikkinchi qavatda o'zida jami 2 ta sanuzelga ega. Bu yoq ota-onalar yotoqxonasining o'zi ichida sanuzellari ham qilingan ekan. Katta oilalar mazza qilib yashasa kerak. Bu xonadonda katta oilalar mazza qilib yashasa kerak. Lekin 3-4 ta kishidan iborat bo'lgan oilalar zerikib qolsa kerak, chunki xonalar juda ham ko'p, sharoitlar bomba. Yunusobod tumani Zenitda joylashgan 3-2 sotuli 7 ta xonadan iborat bo'lgan xonadonimiz 380 ming startviy narx so'ralmoqda. Shunaqa 3-4 mingdan iborat bo'lgan hamma sharoitlariga ega bo'lgan xonadonni kimga ravo ko'rsangiz o'sha do'stingizga yuborib qo'ying. Albatta, havas qilganlar videoga like bosing. Salomat bo'ling.